qatorda o'tirgan nemis qizlarini otdi, botib tashlagalarim kelyapti-yu. Hamma o'z pozitsiyasini egallasin. Joylashamiz. Voy, bola. Shvoman. Kir joyingga. Komandir ko'rsa otib tashlaydi hozir. Xo'p. Botyas. Xo'sh askarlar, o'tiribsizlarmi? Xuddi shunday. Unaqa bo'lsa, men tankani ichida bo'laman. Komandir tankga kirmay, komandir iltimos. Tankga kirmay. Nima qilaman men bu? Hujum rejasini o'rgating bizga. O'rgating rejani. Bo'ldi. Hujum rejasini men tankda tuzib. Komandir ham shon komandir. Iltimos aylanib keting komandir. Mo'ylovlaringizni aylanib keting tankga kirmay. Hop, turibsizlar, shunday tur. Iltimos. Mana qara, hamma kelganmi? Xuddi shunday. Ya, oddiy askar Kabulov qani? Urushga kelolmas ekan. Nega? Qo'shinlardan urushyapti. Diqqat, diqqat. Havodan yordamchi kuchlar kelmoqda. Qani? Tentaklar! Passa o'tiribsizlar, passa! Buni qaranglar. Ich bin schön sonst raus, ran raus. Nemis askarlari hamma yashirinsin. Bekin. Mana nima qilaman? Hey, oldinga kelishganda hay ketayotsin, o'zimizniki deb tegishmaydi, tushunaymi? Yigitlar! Salom yigitlar. Qo'rqing, ketdik. To'xta. Otma, nemis emasmiz. Menga farqi yo'q. Karchkani bosma aylanib ol. Qo'limga o'q tegdi, yordam beringlar. Bo'ldi, hozir yordam beraman. Bo'ling, yordam bering. Baqirma, o'qing chiqarib qo'yaman, tushundingmi? Marib, parashyutini bir kunga berib tur, iltimos. Bo'l, pamon. Juda zarildi o'shanga. Abi dodasini parashyutida uchargani. Nima gapirmayapti? Gapir. Voy, mikrofonim qolib ketibdi. Bolalar, kecha meni o'rmon tarafga navbatchi qilib qo'yishdi. Kechqurun soat 12 da o'rmon tarafdan g'alati tovushlar eshitildi. Qanaqa? Shtir, shpaq. Yana shtir, yana shpaq. Keyin Komandir kirib keldi yalangoyoq. Oddiy askar Ibragimov kim? Man. Voy, xudoga shukr, shes ekansiz. Menga xat kelibdi. Uyindigilarda. Menga xat kelibdi. Otamdan, "Bolam yaxshimisan? Biz seningni uzatdik" deb 41-yilda yozilgan xat. Hozir 45-yil o'tdi. O sen ham Toshkentdan Berlinga mana shunaqa sudralib borga ko'raman qanchada kelishingni. Musayev. Xotiningdan xat keldi. Zo'ru. Menga ham xat kelgan. Menga ham kecha keldi. Hammaga xat kelgan. Menda xatam yo'q. Nima yo'q? Xatam yo'q deyman, tankda yashayapman. Marib, ozgina non ber, qonim ochib ketdi. Yo, ber. Avtomatimni beraman. 2 avtomatni beraman. Voy, non ham qimmatlashib ketdi-yu. Marib, nimaga noningni qizg'anasan, a? Nimaga qizg'anasan? Bilmaysanmi, urush paytlari ota-bobolarimiz bitta magizni 40 ga bo'lib yegan-ku. O'sha ota-bobolar o'zimiz-ku. Papatola! O'rta kapitan. Menga tank beraman dedingiz, qani? O'chib ketur, 1 yilda olasan. Kaskami bersamchi? Kaska? Mana uchib motor. Hovur. Ana ko'rdinglarmi? Mash kaska 70 yildan keyin shapkaga aylanadi. O'rtoq komandir, Lochinko'z buyrug'ingizga binoan razvedkadan yetib keldi. Chakuy, men betdaman. Razvedkada nima gaplar? Gapir. Yangilik, o'rtoq komandir Barselona yutmoqda 2-0. Malades.
Mana qara. Nemislar soni nechta? Ularning soni o'zimizga o'xshab ikkita, 10 son chapson. Ahmoq. Nima ko'tarib kelding? Asir olib keldim. Ha, qolgan 3000 ta'sirga qo'shib qo'y, haliroq so'roq qilamiz. O'rtoq komandir, o'ylab ko'ring shuni-ya. Atstavit. Yomon o'zgina qoluvdi. Buni o'zim so'roq qilaman. Nima qilish kerak? Nima qilamiz? Nima qilish kerak? Nima qilish kerak? Uf, shu nima qilishni bilmaydiganlarni yoqtirmayman de. Kimsan? Ne kelding o'zi? O'rtoq komandir tug'ilgan kuni nishonlagan keldim. Tug'ilgan kun. Balandroq. Ura! Ura! Tug'ildi-yu, shu on o'ldi. Yigitlar, endi bizga razvedkaga borish uchun yangi askar kerak. Taklif. Xo'sh. Botirib borsin. Man nimaga man? Nega endi Botirov? O'tgan safar ham bittada borib bizga kerakli narsani olib kelgan-a? Nima olib kelgan? Ana tank ichida O'chakka kiyinib o'cha. Hey, nima bor tank ichida? Snaryad bor. Snaryad kerak. Komandir, men borishga boraman, lekin hammaga olib kela olmayman. Nima olib kela olmaysizmi? Snaryad. Ha, snaryad kerak. Lekin men ketdim, bo'pti. Yaxshi bor. Mendan xotiram yo'q. O'rtoq Botirov, ehtiyot bilan yana yo'lda mina pinani bosib olmang. Mani bilasan-ku. Qayerda nima borligini bilaman. Menda hech qachon muammo bo'lmagan. Kimmi? Oh, Ana o'ldi. Nima bo'ldi? Qara chiqaring, bor qara. Chuman. ey shoshma, qani olchi oyog'ingni. Ha, olma. Haqiqatan meni bosdi. Askarlar, qo'rqmaymiz. Mani bekitlaring. Bola, men hozir oldinglarda bo'lmayman-a? Hozir buf qiladi, puf bo'laman-a? Ketaman-a? Rostdan ham Yo'qdan yo'q bo'ladi hozir. Haqiqatan rostdan yo'q bo'ladi. Shanga. Naqmagan. Sapon chap tarafi. Nimaga chap tarafi? Endi Qodirovdan o'ngga qoluvdi, kakras bo'ladi-da shanga. Bari. Mani bu yoqqa. Mani qara. Sendan 3 million qarzim bor edi-yu. Ha, o'shan berish kerak. O'shanga uxlading. Ketyapman-ku baribir ko'ryapsan. Berib ketish mumkin. Bera olmayman. Yo'q, berib keyin ketish pashasi. Yo'q, ko'zingni yumgan. Mana. 3 million bermasa yana bir shapalog'im uryapti. Ketyapman-ku, komandir bu yoqqa keling. Sizga bitta gapim bor. Xo'sh. Bilasizmi, tankda nima bor? Ketyapman-ku. Bizda qo'yamiz. Ey, tankda nima bor o'zi? Snaryad bor. Snaryad kerak, to'g'ri. Bo'pti, bitta iltimosim bor. Ha. Bolalar shu yetib bersin. Bor ya, vaqti atdonish ketdi endi. Rota, bir qator saf tort. Askarning so'nggi iltimosini bajar. Unaqa emas. Bir-birini qo'lini ushlab, plavniy bunaqa. To'g'ri ketyapti. Ketyapti. Nima qilibsiz? Ketmang. Meni ko'nglim senda. Seniki qayonda? Ha, malakas. Bo'ldimi? Yana bitta qoldi. Nima? Yo'q, jinnimiz ha? Ketyapman-ku, komandir tushunadi, ketyapman-ku. Ketyapman deb oddiy odam tanla Munis Rizayevni tanlaydimi? Ketyapman-ku bab. Assalomu alaykum Munis. Yaxshimisiz? Xush kelibsiz. Mana ko'rib turibsiz. Vot ketaman deyapti. O'shanga o'z xohishingiz bilan. Ha, bo'ldi. Shu Botirovni sevaman deyorsiz, iltimos. Bearmon ketardi. I love you. I've been loving Botirov. Ey Botirov. Bo'ldimi? Eshitmay qoldim. Ya, o'zim o'ldirib tashlama. Sen normal ayting 3 millionga yo'nib o'tiribman o'zi. O'zingni bas. Eshitmay qoldim. Quloq sal og'irroqda, o'shanga yana bir marta bo'lsa, hozir love you da. Men sizni sevaman. I've been loving you.
Bo'ldimi? Bo'ldi, turib olaring, bo'ldi, endi ketaman. Hammasi normalniy joyida, kayfiyat zo'r, lekin ketaman. Turib ol. 3-2-1 ga Salima qaramay turlaring. Ya men qarab o'tiraman, 3 millionga parchalanib ketsin shu. Qaramay tur, bo'ldi Salima. 3 2 1. Portillami? Portlash kerak-ku. Konserv ekan. I've been loving Yuragim shaqillab qopti-ya. Gapingizga javob berasiz endi. Любовь, морковь. Yaxbeshes qiz xo'sh, qani xo'sh. Endi aniq ketdim-ku. Endi unaqa qilma. Русский солдат. Расстрелять. Внимание, говорит Москва. Германия полностью разгромлена. Русские победили. To'xtanglar. Bu g'alaba faqat ruslarniki emas-ku, to'g'rimi? Qo'y! Atta! Sahna ko'rinishini urush bilan boshlagandik, tinchlik bilan tugatmoqchimiz. Oxirgi vaqtlarda internet jurnalistika juda ham katta sur'atda rivojlanib, telefonimizga har soatda eng oxirgi yangiliklar kelib turibdi. Daryo, Kunuz, Qalampir, Fattoxon shular jumlasidan zo'r ishlashyapti. Gazetalarni o'qimay qo'ydi odam. Lekin bir mavzuda sal kamroq yozishlarini so'ragan bo'lardik. Pichoq mavzusida. Malikada pichoqbozlik, tungi klubda sportchining pichoqlanishi, o'g'il otasiga pichoq ko'taribdi. Hozir maktab bolalarining har birida telefon. Bog'cha bolalarida telefon. Kunora shu mavzudagi yangilikka ko'zi tushganidan keyin farzandingiz uchun pichoq,
pichoq ko'tarish, pichoqlash odatiy holga aylanib qolishidan cho'chimayapsizmi? Hurmatli jurnalist va blogerlar, sizga hech kim hech narsani taqiqlay olmaydi. Faqat bir narsani iltimos qilmoqchimiz. O'ylab ko'ring, pichoqbozliklar haqida jar solib, o'z farzandlarimizning ongini pichoqlab qo'ymayapmizmi? O'zbek farzandlariga faqat eng yaxshi yangiliklarni sog'inadigan jamoa. Hurmat bilan Million jamoasi. Asrlarga teng yillarning o'chmaydigan sadosidir bu. Bizga ilhaq muxlislarning olqishi-yu duosidir bu. Yo'llarda tinmasdan, zarbalarda sinmasdan, yaprog'i to'kilgan daraxtning ildizini ko'r. Million hayotning bir ko'zgusi, yigit qizlar orzusi, ro'yobi million. Yaxshi kayfiyat welcome, bahramand bo'lar har kim sahnada million. Millionga bergan e'tiboringiz uchun, sarflagan vaqtingiz uchun, chalgan qarsagingiz uchun kattakon rahmat! Balkon! Tashakkur. Rahmat! Rahmat.